qumliqqa kiray. Heliqi qiz bilan mo'mayni ushlatib qolsam ajab emas. Men qaysofkim, qumliq degan odatdagi joy emas-chima? Bir qitim chirpaqslar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, do'st bo'lmaydi unga chidaq yagishmisizlar. Sil degan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yoki amdi kelgan o'xshaymiz. Ammo o'shar bolalar. Hamma bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida odam nima ishlatganda? Qum xalqimikin deyman. Ma ukimiz tansingdek chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, onmay. Qayab yaxshilar oyaga. Bir odam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushi chapoyga. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 4-qism. Yigitning alpozini ko'rib, o'zimni cho'ng ishqa chetilib qolgandek his qildim va ixtiyorsiz badanimga titrak olashdi. Birdamdan keyin ilk nomerdan telefon qaytirdi. Harbiy yigit telefonni ilib paranglashishga boshladi. Telefon odatdagi telefonga o'xshamaydigan bo'lg'achqa ovozim xeyli yuqori chiqadi. Men uning yinida turib anglab turdim. Voy, tekshirdingmi? Bu nomerning egasi hozir xotin ekan. Taxminan Keriyada bir joyga to'g'ri keladi deyman. Amisa nopus turishga o'rnichiq. Oqsukan. Atigan Shinar XX nomerli mashinaga o'tirib xotinga beribdi. Orasida bir kichik bolam bormikan? Tafsili tekshirib baqqan. Men qarab baqay, ha? Shunaq. 11 yosh atrofida bir bola bo'lgan. Jiddiy ahvol o'xshamadi. Yo'q, bo'ldi. Men yana aloqalashaman. Saqchi telefonni qo'yib, xeyli uzoq jimib ketdi. Ondan boshqa hamrohlariga qarab dedi. Bu bola attigan Oqsu bilan xotinning oralig'idagi ma'lum tekshirish punktidan o'tibdi. Uning so'zlari rostga. Ay, bir odamning zamon makon olqishi sepi o'zidan quruq gap. Sen manda quruq gapni oz qilsajma. Bir qo'pol odam haliqi harbiy yigitga shundoq degash mening oldimga keldi. Bu dal 13 yildan keyin qumliqqa birga kirish to'g'riliq Van boshliq bilan billa meni izlab kelgan Saidi degan kishi shu edi. O'ylab baqsam, bu qeri ayni chaqda shundoq qo'pol bir nima ketdiq. U meni oldimga kelib, avvalqidek qo'pol ovozda: "Ya Ufkumovoy, sening gapingga men ishonmadim. Ang yaxshisi, rost gap qildim-a?" "Aka, sizlar Qashqarlik o'xshamamlar. Men Qashqar tilini bilaman." "Apla, Uyg'urcha demamsimanda. Nada Qashqarcha deb ayrim gap ekan bijada." Ay. Voy bo'ldi Saydaxon. Kichik bola bilan gap talashmasa, sat turdi. Yana bir kishi Saydaxonni tatqinicha orqasiga epmaqdi. U menga yer tagidan qarab qo'yib, bir necha kishi bilan kirib ketdi. Ular birdan paranglashgandan keyin mening ismimni, turishliq adresimni, hammani tafsili so'rab xotira oldi. Ondan yana bu yerga qanday gap qilganligimni tafsili so'rab xotira qoldirdi. Ularga gap qila oladigan to'shqanning ishini, yana heliqi mo'may va qizi to'g'riliq nurg'un ishlarni aytib berdim. Saydaxon degan qeri to'g'irdan boshqa hammasi so'zimga ishondi. Faqat o'li ishonmay meni tillab ketdi. "Balla cho'chigini bosh o'quvchimasan. Kuspirish." Voy Saydika, gapni gapga qo'ysalar deyman. Nimda erdim baldirib qolgan cho'kani tili so'zlab odamning ishini siqadilar. Kim? Sizlarcha a'lirdim baldir qapla. Erdim baldir qolgan cho'kan quruq gapgimi ishini emish. Bo'ldi, sizlarga gap qilmagan bo'lay.
harbiy yigit Saydaxon bilan bo'lgan parangni oxirlashtirib menga gap qildi. Ukam, biz sana ishonamiz. Hamsini bexatar uyingga olib qo'yamiz. Sen hamma ishlarni xotirjam bo'l, lekin bizni Hilaqayal bayaga boshlab bag'in. Ma'qul. Mening izimni bo'ylab mansaq, avu akamni tezli menga ishinib qoldi. Shunda qildi, ma'qul. Biz izlarni bo'ylab mengishga boshladik. Biz endi mengishimizga o'ylamagan bir ish yuz berdi. Hey, qaranglar, oldi tarafda qumbaran ko'tarib kelyapti. Qumboran emas, cho'ng bir quyinkan bu. Qarag'anda bugun u yerga berib bo'lmaydigan o'xshaymiz. Lekin biz Vay, lekin pekiningni qo'y. Vay, yuqorining topshirgan vazifasi bor ukam. Bu yerga balga qo'yib keyin kelalar. ular shundoq deyishib, baya ular menga uchrashdan burun mangan yo'nalishga qarab maqdiq. Keyin ular meni mashinadan tushib kela qo'ymadi. Mashinada bir haftadan ortiq uxlabdiman. Keyin heliqi harbiy yigit mashina bilan meni qumliqdan ep chiqib qo'ydi. Mening qumliqda ko'rganlarim mushular edi. O'ylamagan yerdan 13 yildan keyin qumliqqa yana kirishimni o'ylab baxmagan edim. Heliqi qiz, heliqi momay. Gap qilalaydigan toshqonlarni yana uchirtamdim yo'q, bilmaydim. Shu kuni kechasi qumliqni xiyol qilg'ashqimikin, qumliqni tushib qaptiman. Tushimda heliqi xushpara qiz mening ayolimga aylangudek. Men o qizga heliqi Saidi degan odamning g'aybatini qilib beribdiman. Ey xotin, men qaranglar. O odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Kallasini alayli. Cho'chib uyg'onib uxlayman. Uxlasamla yana shu tushni ko'raman. Ey xotin, men qaranglar. O odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan sarin qilib qo'yay. Doim degan yerga kelganda uyg'onaman. Ondan tushim yana bir boshdan qaytilindi. Ey xotin, o odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Men uni qumga ko'mib yetay. Ey xotin, o odam davomli meni zanglik qiladi. Qanday qilsak bo'lar? Ikkimiz ajrashayli. Men uningga tegay. Ay, chaqchaq qilmanglar. Yana tush ko'ribdi menda. Yana uyg'onib, yana uxlasam, yana shu tush. Bir kecha shu qizni tushib chiqdim. Bir kecha bakmi tasdi o'tdi. Atsi tong sahar ko'zimni ichibla, yana qumliq esimga keldi. Yuzimni yug'ash, tunagin bugun mangdigan yoki mangmaydiganligimizni so'rab beqish uchun tunagin qoldirib qo'ygan nomerga telefon qildim. Qerishqandak o nomer Saidi degan qeri gadoyning nomeri bo'lib chiqdi. Vay, men Kamal. Kamal deslar, men de xinatam o'xshay debdim apafkam. Ay, chaqchaqqa misildayman. Bugun mang'amdiq ya, shuni bilib baqay degan. Yaqfkam bugun mangmaymas. Sizlarning qariqlarini chiqarib anodiki mangamas. Biz jindak top do'stlar, men oldiriga taqdiravan ko'tarib og'ilib oray. Vay, bo'ldilar, sizlarga gap qilmadim. Ay, gap qilvaslifkum. Aşkını qo'saqlarda bal bo'lib qolmasin ila. Ochchig'im kelib telefonni qo'yib etdim. Mushu qeri gadoy bilan billa qumliqqa kirmoqchi bo'lganimga qattiq echindim. Yerim yo'lda uning bilan bo'g'ishib ketmasamda mayli-ku. Nima bo'lsin, ular kelguncha lozimliklarimni elib olishim kerak. Shunday qilay. Men shularni o'ylab, uyimizning yenidagi talla bozordan yuz sopini, tish cho'tkisi, optopdan saqlanish meyi va charch sopini degandek lozimliklarni oldim. Ondan tayyorlikni puxta qilib, Saidi degan qeri gadoy kelishdan burun idoramga berib deb qo'yishni loyiq topdim. Aslida telefon qilib qo'ysam bo'ladi. Lekin xizmatdoshlarimga ko'z-ko'z qilib olish fursatidan quruq qolg'im kelmadi. Idoramga kelgan cheg'imda hammaylar aldirash ishlayotgan edi. Ular mening qumga kirdiganligimni anglab, havas qilishib ketdi.
Kamal, alamet taliyang bani mi cuma sen? Shuni deyman, toza aramil oladigan bo'lding adasha. Voy bo'ldi, Kamalmi shu hukumat ish uchun mangdi. Nergaramkan? Boshlig'im xizmatdoshlarimga radiya bergandan keyin yenimga kelib dedi. Oğlum, senden el vatan faxrlanadi. Anlasam qumliqda nurg'un mushkulotlar bormish. Qum bo'ron chiqib qolsa texcha taqkan. O'zingga ko'proq diqqat qil Juma. Shunda qilib idoramdan bir oylik ruxsat oldim. Endi faqat Saidi degan qeri gadoyni saqlaydiganlik ish qoldi. Aras, unutib qolg'il tasqabdiman. Uyimdagilar bilan texi xo'shlashmadim. Muhim ishni unutib qolg'il tasqabdiman emasmi? Shunda qilib dadamning yeniga bordim. Dada, shunda qilib menga bir obdan fursat kelib qoldi degina. Undaq bo'lsa, men berib kelay. Bag'im bolam, qaysar bo'l. Hiliqi joylarni tepib, albattanga javob qaytarmoqcha, hargiz qaytib kelma. Apamning yeniga bordim. Apam yig'lab ketdi. Nimishqa barasan jinim balam? Ahlimadis bir ish bo'lib qolsa qanday qilamiz, ha? Sen mening yurak baram tursa. Hech qisi yo'q, apa. Men yolg'iz bormsam ya. U yerda hech qanday xatar yo'q. Sen jiq o'ylab ketibsan deyman. Xotirjam bo'l, ha? Apamni bazlab qo'ygandan keyin tayyorlig'im to'liq bitdi. Endi faqat qumliqqa kirsakli bo'ladigan yer qolgan edi. Uyga kelib, qo'ltig'imni to'qlagandan keyin Saidi degan qeri gadoyning kelishini saqladim. Saqla. Umi oxiri keldi. Onun bilan qo'shib, hayajonli minutlarga yetib kelgan edi. Men tayyorlagan jabduqlarni ilib mashinaga chiqdim. O qo'limdagi narsalarga qarab qo'ygandan keyin dedi. Ukam, akaslar qo'llaridagi bijmalni men bir ko'rib baqay. Nimalarni oldi lekin? Nimaga qaraylar? Ish qilib somkamda odamning beshi yo'q. Yetib ketgan Malayziyaning aeroplani chiqib qolarmikin deyman appaqfukum. Voy bo'ldilar, sizlarga gap qilmabdiman. Anda qilmay bir gap qo'yasizlar. Men qaysi ukam, ha, bir gap qo'yasizlar. Aka, men qumliqqa boramdim, bormamdim. Saidi degan qeri gadoyning tani gaplariga ichim siqilib, arvoyim 40 gas uçdi. Agar u yana bir eg'iz sesiq gap qilgan bo'lsa, mashinadan tushib ketgan bo'lardim. Lekin u bu qitim tushuntirishga boshladi. Men qaysi ukam, qumliq degan odatdagi joyda emas. Bir qitim chirpaqsizlar, hammani ufqilar. U yerda somka emas, odamning oyog'imi ig'ir keladi. Mangdamda bir qumboran, har xil xiyim xatarlar uchrab turdi. Sizlar bundaq jasadda yo'g'on somkadan birini yutib olsizlar, vaqt kelganda qanday qechib bo'ladi u yerda? Akaslar, men bir ko'rib baqay. O shundoq degash, qo'lini so'zdi. Menmi uning ko'nglini ayab somkani berdim. O somkamni qo'liga ilib, eg'izni shundoq ichibli qaqoqlab kulib ketdi. Vaycan, appaq ukam, tatliq ukam, omaq ukam. Analar sizlarni qiz bola qilib tug'ib qo'ygan bo'lsa, naq joyiga tushadigan asla. Voy o'g'il bola bo'lib, zoya bo'lib ketibdi ukam sizlar. Chiroylarning satligida nima jiq sopim bu? Sizlar o'zlarini munchiga manganda kesib qoplida, ha? Qumliq ichirib munchiga tushala ukam. Yo, bu odamning sesiq gaplariga chidamay, oxiri somkamni mashinaning derisidan tashlab etdim. O mening bunda qilganimni ko'rib, miyig'ida kulib qo'ygandan keyin yana dedi. Hamda bir odamdek ish qildi mana. Ha, ju'slar, menga emas. Hozir nagmangdoq. Boshqalarcha. Xotanga mangdoq. Boshqalar tunigi menga bo'lgan, ular bilan xotanda ko'rishimiz. Sizlar nimishqa oqid qollar? Voy, sizlarga ko'zam qiymay bo'lmamda, chiroyli yigit, manslar. Chaqchaq qilmisil deyman. Men bugun shu ruxsat xati bilan sizlarni billa mangadigan bo'lgan. Boshqalar heliq silib olgan Nasbasqur mahallida ahvol tingtinglash uchun ketgan. Biz bog'icha hammamiz taqlab turdi. Atatigan nisb bo'lsa, qumliq tangchirimiz.
Shunda qilib xotanga qarab yo'lga chiqdik. Bir uxlab qopib o'zimni 13 yil burunqi mahallada ko'rdim. Mahaldagi kesak uylar chiqilib, o'rniga yer tavrashga chidamliq uylar silingan edi. Shundaqla mahallami boshqachalar bo'lib qolgan edi. Biz birdam o yoqdan bu yoqqa aylangandan keyin Vang boshliqlarni topdik. Vang boshliqning yonida yana bir notanish odam turardi. Vang boshliq o kishini menga tanishtirdi. Bu yoq avtonom rayonimizda oldingi qatorda turadigan peshqadam professor shu yo'ldosh. Shu yo'ldosh pensiyaga chiqqan. Bu yoq Kamal. Bu qitim mushu bolaning ko'rgan g'alati ish izlaridan tadqiqot ib bag'ili qumga kirmoqchi. Vang boshliq ikkalanini tanishtirgandan keyin bizni boshlab mashinaga chiqdi. Ondan yana hayajon bilan so'zlashga boshladi. Yo'ldoshlar, sizlarga deydigan ikki xush xabar bor. Birinchisi, biz tunugin bu mahalliga kelib ahvol uqishdik. Natijada Kamalga o'xshash tirik isbotdan yana biri qo'shildi. O kishimi gap qila oladigan to'shqonni qo'g'lab, eliq mo'mayga yo'liqib baqqan odamkan. Yani kelib qumliqni 5 qo'ldek tutib biladigan odamkan. Ikkinchisi, eliq odammo biz bilan birga qumliqqa kirdigan bo'ldi. Ko'nglim tuyib turibdi. Biz dunyodagi eng buyuk bayqashni kutib olish oldida turyapmiz. Shunga hammamiz ideya jihatda tayyorlik qilib qo'yaylik.